Bugun bu kunda ko'p tayinlayotgan ovqat tayyorlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Buni hamma har xil tayyorlaydi. Men o'zim usulim tayyorladim. Men ichida piyozni qovurib olaman. Piyoz qancha ko'p solsangiz, o'shancha mazasi yaxshiroq bo'ladi. 800 gram guruch solamiz. 300 gram qiyma soldim va 1 osh qoshiq tuzdan sovuramiz. Bu koketlarni va ziravorlarni xohlagancha solsanglar bo'ladi. Yaxshilab aralashtiramiz va biroz chetga surib qo'yamiz. Endi sho'rvani tayyorlaymiz. 1 cho'mich yog'ni solamiz, piyoz sovuramiz. Ozgincha qizartiramiz. Keyin ustidan kartoshkani sovuramiz. Hammasi yaxshi pishishi uchun aralashtirib turamiz. 1 osh qoshiq qizil qilagandan sovuramiz. Tuz solib ozgincha aralashtiramiz. 2 stakan suv solib, sho'rvani qaynatishga qoldiramiz. Birinchi bob bolg'arini tiqolamiz videoda ko'rsatgandek. Ozgincha solib, bos-bos qilsa uchiga ham tegadi. Mana golubchilarimiz tayyor. Endi tokka qilishni boshlaymiz. Men tokka uzunchoq qilib qattiq tugaman. Karamni mikrovolnovkada tayyorlab olamiz. Karamni istaganingizcha tugishingiz mumkin. Endi sho'rvaga qo'ygan karamni solamiz. Ketma-ketli terishni boshlaymiz. O'rtasi karam, yonlariga golubsi, ularni ustiga tokdan. 1 choy qoshiq tuz solamiz va to'lguncha issiq suvdan solamiz. Qopqog'ini yopib, 10 minut baland olovda 15 minut past olovda dimlaymiz. Mana xushtam ovqatimiz tayyor bo'ldi. Endi yeb ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Hammaga yoqimli ishtaha.